Assalomu alaykum. Tibbiyot shirkatiga oid ushbu qora sedana mahsuloti bugungi kunda barchamizga ma'lumki, hadis shariflarda ham iste'mol qilish sunnat amal hisoblanadi va bundan tashqari tabobatda ham anchadan beri qo'llanib keladigan samarali mahsulotdir. Ushbu mahsulotni videosini boshlashdan avval ogohlantirib o'taman. Soxta tadbirkorlar tomonidan ushbu mahsulotning podelka variantlari ishlab chiqarilmoqda, ya'ni originali xuddi shunaqa ko'rinishda, tillarang qopqov, gologramma va plombalangan holatda bo'ladi. Tanlovda adashmang, originali faqat Tibametda. Mahsulotning xususiyatlari haqida aytib o'tadigan bo'lsam, mahsulot immunitet tizimini kuchaytiradi. Gormonal o'zgarishlarda, asab, teri kasalliklarida samarali yechimdir. Astma va allergiyada ham tavsiya etiladi. Qondagi shakar miqdorini tushiradi, ya'ni o'sha qandli diabet bilan qiynaladigan mijozlarda samarali yechimdir. Allergik kasalliklarga foydali bo'lib, vujudni zaharlardan tozalaydi. Gijja, parazit, ich qotish holatlarida ham samarali yechimdir. Asab tizim faoliyatini yaxshilab, ayollardagi og'riqli, ya'ni anormal hayz siklini tiklab beradi. Rak kasalliklari, nafas olish yo'llaridagi muammolarda, buyrak, jigar yallig'lanish holatlarida samarali yechimdir. Bemalol iste'mol qilsangiz bo'ladi. Tanlovda adashmang. Original mahsulot faqatgina Tibametda, ya'ni original mahsulotning raqamlari 55 kodi bilan 54656 va 90lik 54656. Original mahsulot xuddi shu ko'rinishda bo'ladi, ya'ni ushbu uchtasi bir kursli cheniya hisoblanadi va ikkinchi kursli cheniya esa 6 ta flakondan iboratdir.